Diqqat, Feruza Normatova qallig'i haqida tarqalgan mish-mishlarga nuqta qo'ydi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, siz Guli TV qisqa xabarlar kanalidasiz. Kanalimizga xush kelibsiz. Yurtimizda va jahonda sodir bo'layotgan eng dolzarb va muhim xabarlardan doimo birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turishni xohlasangiz kanalimizga obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bir necha kun oldin aktrisa Feruza Normatova 23 yoshli Olliyor Abdushukurov bilan unashtirilgani ma'lum bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda Olliyor Abdushukurovning avval bir necha marta uylangani haqida gap-so'zlar tarqaldi. Aktrisa Instagram sahifasi orqali barcha kuzatuvchilarga murojaat qilib, ushbu mish-mishlarga izoh berdi. Aktrisa Instagramdagi jonli efirda obunachisining farzandi bo'lsa ham sizga farqi yo'qmi degan savolga quyidagicha javob berdi. Ajrashganlar-ku nima farqi bor menga? Men 18 yoshli qizmanmi? Agar o'zimdan yoshi katta erkaklarni kutsam, hammasi uylanib ketgan. Kimningdir erini tortib olishim kerakmi? Bo'lajak turmush o'rtog'im ular bilan yashab yurgan bo'lsa, ajralgan. Yaqinda bunga 1 yil bo'ladi. Men sizlarga haqiqatni aytyapman. Turmush o'rtog'im uylanmagan dedim. Ular rasman uylanmagan. Kim bilan yashash, qanday hayot kechirgan bo'lsa, ikkala qiz ham yaxshi inson. Bittasining farzandi bor, xalq taniydigan qiz, obro'si bor, yoshi mendan kichkina. Hayoti o'xshamagan ikkala qiz ham avval turmush qurib, ajrashgan ayollar ekan. Mening turmush o'rtog'im bilan u qizlarning shar'iy nikohi bo'lganmi, yo'qmi, men tepasida turmaganman. Meni bilganim turmush o'rtog'im bilan tanishganimda birinchisi bilan ajralganiga salkam 1 yil, ikkinchisi bilan ajralganiga kamroq muddat bo'lgan. Farzandim bor, unga qarayman. Ikkinchisi homilador, unga ham qarayman. Kartasiga pul tashlab, dorilar kerak bo'lsa, nima kerak bo'lsa hammasini qilaman. Chunki men farzandlarimni ko'chaga tashlab qo'ymayman deb menga aytganlar. Xo'p deb buni qabul qilganman. Mening hayotimda hozir hech kim yo'q. Uylanmoqchiman deganlarda rozilik berganman. Ungacha biz gaplashganmiz. Otam, onamdan borib rozilik olib kelgan. Onalari bilan tanishtirgan. To'ygacha birgalikda ancha vaqtimiz o'tgan. Men hech kimning hayotini buzib kirmadim. Birovning oilasini yetim qiladigan qiz ham emasman. Turmush o'rtog'imning ikkinchi farzandlari ham eson-omon tug'ilib, shuni sen boqasan deb olib kelsa boqaman ham. Chunki bola u. Men hech qachon yosh bolaga nafrat bilan qarab, birovning bolasi demaganman. Ayollarga doimo hurmat bilan qarayman. Hech qachon hech kimning tanlovini haqorat qilmayman. Birga yashash so'ng ajralish ayb emas. Birga yashashgan, ammo nima sabab bilan ajralishgan men bilmayman. Ikkinchisi bilan ham biror sabab ajralishgan. Muhimi ularni ajratgan inson men emasman. Mengacha ular ajralishgan va hozir hayotida men borman. Ko'chada 10 ta farzandi bo'ladimi, 100 tami menga aloqasi yo'q deganman. Agar uyga olib kelib shu bizning farzandimiz katta qilamiz desalar, men mamnuniyat bilan katta qilaman. Hech kimni ajratmayman. Birinchi farzandlarning ham rasmini ko'rganman, juda shirin bolacha. Ajrashgan bo'lsa, endi turmush o'rtog'imning boshqatdan turmush qurishga haqqi yo'qmi? Xorazmliklar turmush o'rtog'imning hayotlarini bilar ekan. Qanday qizlar ajralishlarga nima sabab bo'lganini ham bilishadi. Biz gaplashib bir-birimizga to'g'ri keldik. Muhokama qilish odamlarga emas. Men qo'ygan videolar, gapirgan gaplarimning u ikkita ayolga aloqasi yo'q. U biz haqimizda har xil gap gapirib, fitna qilib yurgan g'iybatchilarga tegishli. Hech kimga adovatim yo'q. Hamma baxtli bo'lishga haqli. Birinchi qiz hayotimga yaqinda boshqa inson kiradi debdi. Allohdan unga mukammal baxt so'rayman. Xuddi shunday ikkinchi qizga ham tuhmatchilarga boshqa hech qanday gapim yo'q deydi aktrisa.